original keramika mana shunaqa bo'ladi. Mana salafan kuyib ketdi. Mana umuman yopishmadi. Mana bu keramika bo'ladi. To'g'risi umuman jonimga tegib ketdi. Yaqin ko'rsating, ko'pchilik klientlarimiz arzonga Philips dazmol oldim deb maqtanishadi. Men aytaman ularga, bu poddelkasi ishonmaysiz ham talashishadi, hayron qolaman. Qarang, men sizlarga hozir isbotlab beraman. Qaranglar, bu ham Philips dazmolimiz. Bu ham Philips dazmol. Bu poddelkasi, bu original. Farqi katta. Ko'pchilik klientlar bozorga borishsa, tegi mana qalindan oling deb maqtashadi. Mana tegi qalin, zo'r deb aytishadi. Sotuvchilarning ayrimlari bu yolg'on ma'lumot, bu tegi keramika bo'lmaydi yozgan bilan bu poddelka tovar va ko'ryapsizlar, tegi ham mana yopishtirilgan bo'ladi, original emas. Endi originalida chisti tegi keramika bo'ladi. Ingichka bo'lgan bilan bu juda ham sifatli bo'ladi va ko'rsanglar bo'ladi, umuman yopishtirilmagan va yozib qo'yibdi. Made in Indoneziya deb yozib qo'ygan, ko'ryapsizlar. Bunisida umuman yozmagan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Buni o'zi yozuvida ham farqi bor, ko'ryapsizlar. Katta qilib yozib qo'ygan. Poddelka bilinib turadi. Philipsda bo'lsa ko'ryapsizlar, original seriyasigacha bor. Ya'ni 5000, 6000, 7000 seriya har xil bo'ladi va par podachasini yozib qo'ygan bo'ladi. Bunimizda Xitoyda yig'ilgan, bunimizda Indoneziyada yig'ilgan bo'ladi va glavniy farqi tegi keramikasida bo'ladi. Men sizlarga hozir isbotlab beraman. Qaranglar, mana to'pga tiqdim. Negativlar yaxshilab ko'ringlar. Mana dazmolimiz ishlayapti. Mana salafan. Isbot shunaqa bo'ladi. Yangi salafan. Ko'ryapsizlar. Kadr umuman o'zbek. Qaranglar. Mana qo'ydik. Kutamiz ozgina. Mana original keramika mana shunaqa bo'ladi. Mana salafan kuyib ketdi. Mana umuman yopishmadi. Mana bu keramika bo'ladi. Bu dazmolimizda nalichiyda bor, $55. So'mni ham yozib ketamiz. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab mavjud. Aloqaga chiqasizlar. Shuncha mehnat uchun bitta like esdan chiqmasin.